Ka'bani ilk bor ko'rgan inson nega yig'laydi? Tasavvur qiling. Yillar davomida faqat suratlarda ko'rgan joyingiz qarshingizda turibdi. Millionlab musulmonlar sog'ingan maskan, payg'ambarlar yurgan zamin, dunyoning markazi bo'lgan Ka'ba. Inson uni ilk bor ko'rganda yuragi titraydi. Ko'pchilik o'sha vaqtda yig'lab yuboradi. Nega? Chunki bu oddiy bino emas. Bu yerda minglab duolar qilingan, minglab tavbalar qabul bo'lgan, millionlab ko'z yoshlar to'kilgan. Va inson Ka'bani ko'rgan lahzada Alloh uni shu joygacha yetkazganini his qiladi. O'sha paytda til jim qoladi. Faqat yurak gapiradi.